Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. İnşallah Muhammad Yusuf yaxshi bo'lib ketadi. İnşallah. Siz ko'p duoda bo'ling. Ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi ijobat. İnşallah siz bilan bizni ko'rib turgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bu holatga befarq qarashmaydi, qo'ldan kelgancha yordam berishadi. Chunki payg'ambar alayhisalom bir muborak hadislarida mo'min mo'minning birodaridir. Unga zulm ham qilmaydi, anaqa nochor holatda tashlab ham ketmaydi degan ma'noda hadislar bor. Inshaalloh bizni mo'min musulmon aka-ukalarimiz ko'p. Xudo xolasa biz ko'pchiligimiz hammasi ozginadan yordam qiladigan bo'lsa ham inshaalloh Muhammad Yusuf yaxshi bo'lib ketadi. Eng afsuslar bo'lsinki, hozir operatsiyalar qimmat. Juda ko'p operatsiyalarni chet elda qildirishga majbur bo'lyapmiz. Lekin saxovatli xalqimiz bor ekan, mo'min musulmon birodarlarimiz bor ekan, inshaalloh bir-birimizni tashlab qo'ymas ekanmiz. Alloh taolo o'zi rizqimizga, mulkimizga baraka berib turadi. Men shu videoni ko'rib turgan, Allohning rahmatini istab turgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga aytib qolardimki, murojaat qilardimki, bu Bobirjon ukamizni murojaatlariga befarq qarashmasa, qo'ldan kelganicha yordam berishsa, imkon qadar shu videoni keng tarqalishligiga sababchi bo'lishsa, inshaalloh bir kun kelib shu Muhammad Yusuf ukamizni operatsiya bo'lib, xursandchilik kunlarida ham ko'rishamiz degan umiddamiz. Alloh taolo qilgan ehsonlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Qiyomat kunida boshimizga soyabon qilsin. Bu oilani ham mushkullarini oson qilsin. Ilohim Muhammad Yusuf ukamiz kelajakda dinimizga, xalqimizga foydasi tegadigan yaxshi yigitlardan bo'lsin. Azizlar, shu Muhammad Yusuf o'g'limiz operatsiyasiga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga o'zlarini M-bank raqamlarini aytib o'tamiz. 0558 bilan 70 66 66 Bobirjon B deb chiqar ekan. Yana bitta qo'shimcha M-bankimiz 0551 bilan 65 06 66 O'g'ilxon K deb chiqar ekan. Xuddi shu nomerlarga telefon qilib, o'zlari bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Alloh taolo qilgan ehsonlarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Shu Muhammad Yusuf ukamizni ham tuzalib ketishligiga Alloh taolo siz bilan bizni sabab chiqsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.